barcha ot ishqibozlari, barchalaringni bugun Qo'qonga xush kelibsiz deymiz. Aziz do'stlar, mana bugun biz Hatamjon akamiz Hatamjon akamiz ana shunday yurtimizga, xalqimizga bir quvonchli kunda ulashish niyatlarida akamiz bir yaxshi niyatlar bilan otbozlarimiz, polvonlarimizni barchalarini bugun mana shu maydonimizga taklif qilgan. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizda bir chiroyli, fayzli bo'lib chopamiz degan umiddamiz. Barcha polvon otbozlarimizga omad tilaymiz. Xudo xolasa xalqimizni yaxshilik kunlarida birgalikda sherik bo'laylik. Hammamizning ishlarimizga Alloh baraka bersin. Hech kim yiqilmasin, surinmasin. Barcha polvon otbozlar qonun qoidalarni yaxshi biladi. Xudo xolasa bugungi uloq ko'pkarimizni bir chiroyli, fayzli bo'lib chopamiz degan umiddamiz.